Aslini olganda iPhone siz o'ylagandek qulay va mukammal telefon emas. iPhone iOS tizimida ishlaydi. Shu sababli siz App Store'dan boshqa hech qayerdan o'yin yoki ilova yuklay olmaysiz. Eng muhim kamchiliklardan biri bu uning akkumulyatoridir. Faqat Pro Max modellarigina siz kutgandek quvvat ushlab bera olishi mumkin. Oddiy modellar bundan mustasno. Quvvatlash tezligi ham a'lo darajada emas. Androidlardagi kabi tezkor zaryadlash va super tezkor zaryadlash kabi rejimlari bunda yo'q. Yana bir kamchiliklardan biri siz istalgan qo'shiqni rington sifatida o'rnata olmaysiz. Faqat iOS 26 ga kelibgina bu funksiya qo'shildi va bu Androidlardagi kabi sodda va oson emas. Micro CD ya'ni fleshga o'rnata olmaysiz. Multitaskingning yo'qligi, interfeys sozlashdagi cheklovlar va muhim bir kamchiliklardan biri buning guest ya'ni mehmon rejimining yo'qligidadir. Nusxalagan matnlaringizni saqlaydigan bufer ham mavjud emas. 60 soniya ichida iPhone 8 Plus'ni tahlil qilamiz. Qani ketdik. Smartfon 2017-yil 22-sentabrda taqdim etilgan. Ushbu smartfon 64 va 256 GB xotiraga ega. Tezkor xotira esa 3 GB va ushbu qurilmaga Apple o'zining A11 Bionic chipini o'rnatgan. Batareya sig'imiga kelsak 2691 mAh. Albatta bu g'alati son. Selfie kamera 7 megapiksel 1080-30 fps gacha video yozadi. Asosiy kamera esa 12 megapiksel 4K 60 fps gacha video yoza oladi. A11 Bionic chipi bilan hozirgi kunda ham PUBG'da bemalol 60 fps da o'ynay olasiz. 2026-yilda ham sotib olishni rejalashtirgan bo'lsangiz, ba'zi narsalarni bilib olishingiz muhim. Zaryadi ko'pga yetmaydi. Bir kunda 3-4 marta quvvatlashingizga to'g'ri keladi. Shunday bo'lsa-da, bu qurilmadan hanuz kundalik hayotda foydalansa bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlar, Telegram, Instagramlarni bemalol ocha oladi. 60 soniyada iPhone XS'ni ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Smartfon 2018-yil 21-sentabrda taqdim etilgan. Batareya sig'imi esa 2658 mAh. Doimiy xotirasi esa 64, 256 va nihoyat mana shu seriyaga kelibgina 512 GB qo'shilgan. Tezkor xotira esa 4 GB va ushbu qurilma A12 Bionic chipi bilan jihozlangan. Frontal kamera esa 7 megapiksel 1080-30 fps. Asosiy kamera esa 12 megapiksel 4K 60 formatgacha video yoza oladi. PUBG Mobile'da esa istalgan sozlamalarda 60 fps tezlikni olasiz. 2026-yilda sotib olmoqchi bo'lsangiz, ushbu qurilmani bir qancha ijobiy va salbiy tomonlari bor. Ijobiy tomonlariga kelsak, kamerasi hali hanuz juda sifatli video va rasmlarga oladi. Salbiy tomonlariga kelsak, ushbu qurilmaning batareyasi o'z muddatini o'tab bo'lgan va boshqa bu qurilmaga dasturiy yangilanishlar kelmaydi.